oldinga qadam tashlab, so'ng ortga o'girilib qarang. Moziyni ko'rasiz, degan ekan mashoyixlardan biri. Darhaqiqat, ortda qolgan qadam biz uchun tarix. Unga nigoh solganimiz sayin zarif xotiralardan qanot bog'lagan qo'shiqlar ko'nglimizni ziynatlayveradi. Sehringdan suratin Majnun nisbat ammo sevmading bir bora suymading jonon. Sehringdan suratin Majnun nisbat ammo sevmading bir bora suymading jonon. Sohir Navo. Uni tinglab ko'ngil ichidagi yorug' xotiralarga entikib qaytmoq qanchalar sururli ekanini yana bir bor angladik. Bizni o'tmish ila diydorlashtirgan ana shu qo'shiq ijrochisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqovni sog'inamiz. Shu sabab xonandaning olis xotiralar qo'ynida qolgan yodi ila ko'ngillarni bog'lagimiz keldi. Sochlarim dengizni toparman, olamdan tengsizni toparman. O'zimni yo'qotsam yo'qotdim, bugun men seni toparman. Muhriddin Xoliqov 1959 yilning 5-sentyabrida Namangan shahrida mashhur hofiz Jaloliddin Xoliqov hamda shoira Qurbonoy Ubaydullayevalar xonadonida 3-farzand bo'lib dunyoga kelgan. O'sha paytlarda juda bir mashhur bo'lib bir Bobomurod Hamdamovning Yelpesse degan qo'shig'i bo'lardi. Tor, doira, akkordeonda 3 kishi chiqib aytishardi-da, o'zi bo'lay. Shunda haligi bir bolalarcha erkalik qilib, "Hadi bizga ham mana shunaqa cholg'u asboblari olib bering, biz ham shunaqa chiqamiz" yo bu yerda bir haligi bolalik havas bilan. Yo'q, odamlar ham shunga bir haligi hafsala qilib, hattoki Husniddinga o'ziga nima deydi, o'ziga mos hali doirani haligi buyurtma qilib olib berganlar, menga akkordeon olib berganlar. Muhriddin bolaligidan ham o'sha torni juda tez egalladi. Uni juda uslubi kuchli edi. Seni birinchi vazifang san'ating bilan xalqqa xizmat qilish. Yosh Muhriddinning otasi uning qo'liga so'z tutganda aytgan birinchi so'zi shu edi. Muhriddin haqiqatda shu bu tug'ma talantda bolaligidan chalgan. Endi dadamiz ustozlik qilganlar endi. Maktabda ham bir ustoz o'rgatadi-ku, to'g'rimi? Uyda endi tayyor ustoz, tayyor maktab uy. Shunaqa chiroyli chalardiki Muhriddin. O'sha demak ma'qul bo'lganki, mana keyinchalik ham mana hozir haligacha Muhriddinni tor chalib ashula aytgan davrni ko'rgan insonlar torni joyiga, tobiga keltirib chalarda deb mendan so'rashadi. 1984-yilda bir to'yxonadan chiqib ketatsam, Muhriddinning 2-3 ta sozandalari ukalari yugurib kelishib, "Aka, sizga iltimos ishimiz bor edi" deyishdi. Yonida o'zim shogirdlarim hammasi. Mashinaga shunday o'tirib "Nima gapinglar bor" desam, "Ham akamizni sizda kog'iz gaplari bor ekan. Labe" desam, ko'rishib katta sahnaga chiqishim kerak. "Aka, menga yordam bering" dedi. "Onda ko'rishamiz" dedim. Keldi. Aytgan paytida keldi. "O'zingiz ijod qilgan narsalaringiz bormi?" desam, "Ha, bor" dedi. Shunda bir juft narsa qo'shiq aytgan. Oyning 15 qorong'i, 15 yorug' ekan, ikkinchisi "O'ylama aslo qora ko'z" degan qo'shig'i bor ekan. Shunaqa maza qildim. Nafas, bu dard yosh yigitda shunchalik borligini eshitib hayron qoldim.
ana o'sha kundan boshlab Muhriddin bilan o'rtamizda rishta bog'landi. Do'rmonda yozuvchilar uyi bor. O'sha yerda onam dam olib o'sha yerda ijod qilib turgan paytlarida bir ko'rgani bordim. Borganimda Hayriddin Begmatov degan bir shoirning yangi kitobchasi chiqqan ekan. Shuni varaqlab turib bundoq qarasam, qiz bola kelar soy bo'lib degan so'zlar bilan boshlanish shu she'rni o'qib qoldim. Keyin men bolaligimda qiz bola, hay qiz bola, sho'xliqlari bo'z bola degan ashula bo'lardi. Shunga o'xshagan qiz bola, hay qiz bola ekan-ku dedimda, keyin nima so'zlarni o'qib chiqib turib onamga yuzlanib, mana shu she'rni qo'shiq qilsak, nima deb o'ylaysiz? Juda go'zal she'r dedilar. Chiroyli she'r, qilinglar qo'shiq. Deganlarda keyin shuni yozib olib ketdim-da, qaysi musiqa, qanaqa musiqa qilsa ekan, qanaqa qilsa ekan deganda, shuni meni xayolimga kelib qoldi. Bir arabcha qo'shiq bor edi. U paytda endi boshqa musiqalarga qo'shiq solish rosa avjiga kirib, modaga kirgan. O'shanga solidim, tushib qoldi-da, qolibdi. bola yor, qiz bola yor, qiz bola hay hay qiz bola yor, men borman borsiz bola yor. Aynan shu qo'shiq san'atni tark etmoqchi bo'lgan Muhriddin Xoliqovning qalbida umid uchqunlarini yoqdi. O'sha tarixiy voqea aslida bunday bo'lgan ekan. Bu kishi bir davrada qo'shiq aytib turganlarida Ahror Usmonov kirib kelib, endi shu darajada Sherali Jo'rayevni o'xshatib ijro qilganki, men yo'q bo'lib qolganman uni oldida. Hech kim bo'lmay qolganman. Muhriddin akam bilan biz 1986-yili tanishganmiz. Bitta to'yda ikkalamiz o'tkazardik, ikkita sostav bo'lib. Muhriddin akam ham bir haligi o'zlariga yarasha bir san'atga ega bo'lgan inson bo'lganlar-u, har doim shu bayroq bizda ketaverardi. Chunki o'sha paytda ustozimiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini o'ziga o'xshatib aytadigan odam bitta ma'nadim shekilli-da. To'yda aytishadi-yu, ringga olib chiqishar ekan o'sha paytda. Ringda boksyorlar boks tushsa, biz madaniy kurashar ekanmiz, madaniy jihatdan da bitta to'yda o'tkazishdi. O'sha haligi nima deydi, haligi muxlislar, ularda ham muxlislari bo'lardi, bizning muxlislarimiz bo'lib, o'sha yerda ancha bir haligi shunaqa holatlar bo'lardi va ko'p paytda bayroq bizda ketganligi uchun Muhriddin akam oxiri bir kun aytibdilarki, men san'atni tashiyman debdilar. Bo'ldi, yig'ishtirdim, bo'ldi. San'atni tashiyman deganlarida Alloh rahmat qilsin ukalari. Birga o'qiganmiz konservatoriyada, Husniddin aka. Nimaga tashiysiz debdilar. Nimaga tashiysiz san'atni? Ha, ko'rmaysanmi, mana bunday holat bo'lyapti deganlarda, ha o'zingizni qo'shig'ingizni ayting debdilar. O'zingizni qo'shig'ingizni ijod qiling, o'zingizni qo'shig'ingizni ayting. O'zingizni o'rningiz bo'lsin deganlarida, qanaqa qo'shiq aytamiz, qanaqa qilamiz? Kim qiladi u qo'shiqni desa, men qilaman dedilar. Husniddin aka rahmat. 1988-yili qiz bola degan qo'shiq yaratildi. Husniddin akam arab qo'shig'i bo'lardi. Hillila degan. Hillila, hillila, hillila ya samra, ya sama degan o'sha arab qo'shig'iga qiz bola yor, qiz bola yor, qiz bola hay hay qiz bola yor deb birinchi shu qo'shiqni Muhriddin akam o'zlarini qo'shig'i qilib efirda xalq xizmatlarida ijro etdilar. O'shandan keyin sekin-sekin Muhriddin Xoliqov bo'lib elga tanila boshlandi. Shundan keyin men o'zimni yo'limni topmasam bo'lmas ekan. O'zimni yo'limni topmagunimcha, demak, mana shunaqa ertaga shunaqa boshqa Sherali Jo'rayev o'xshatadigan mendan zo'rlar chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda men hech kim bo'lmay qolar ekanman. Demak, men o'zimni yo'limni topishim kerak ekan deganman. Shu kundan boshlab men ijod qilganman. O'zimni qo'shiqlarimni yaratdim, o'zimni albomlarimni chiqardim.
va shu bilan men demak umuman alohida bir maydonda ko'rinmagan bir rang bilan maydonga chiqib keldim. Hech kimga o'xshamagan bir nima bilan chiqib keldim, ovoz bilan, uslub bilan chiqib keldim maydonga. Bunga sabab mana shu Ahror Usmonov bo'lgan deb gapirganlar. Undan keyin ketma-ket kiyigim, oyning 15i qorong'u, 15i yog'du bilan yig'lama qiz kabi qo'shiqlari paydo bo'ldi. Paydo bo'ldi-yu tez orada ma'ruf u mashhur bo'lib ketdi. Endi o'sha tanishgan paytlarimizda Muhriddin Xoliqov ijrosida kiyigim degan qo'shiqlari bo'lardi Muhriddin akamni. Men yaxshi ko'rardim. O'zim o'sha paytda bir raqib bo'lgan paytlarimizda o'zim eshitardim. Behosdan sakrama qoya toshlaridan, toshlar oyog'ingni ezar kiyigim degan qo'shiqlar bo'lardi. O arab shoiri Mukayrim Bushfuq yozgan u she'rni Abdulla Oripov tarjima qilganlar. Ana shu she'rini olib, dada mana shu qo'shiq qaysi musiqaga solsa bo'ladi deganda, ana o'zi ijroni ham ko'rib turibsiz-ku, Kamol akalarni o'sha vaqtdagi ijrochilarning yo'li chiqib kelyapti-da. Bexosdan sakrama qoya toshlar, o'shanaqa yo'l kelyapti-da o'zi. Bexosdan sakrama qoya toshlarida, bexosdan sakrama qoya toshlarida, toshlar oyog'ingni ezar kiyigim. Oyning 15i qorong'u, 15i yog'du bilan mana eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan bo'lgan. Oyning 15i qorong'u, 15i yog'du bilan umrni osul hamisha o'tkazar orzu bilan. Muhriddin Xoliqov va Hind qo'shiqchi do'stlari degan bir nom bilan 91-yil Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berishni reja qildik-da. Shu paytda bir kelganimda Husniddin bitta qo'shiqni qilib o'tirgan ekan. Falonchi akam shu she'rni tashlab ketdi, qo'shiq bering deb. Lekin yaxshi qo'shiq ekan, qani yarib ketishdi. Men o'zim ohangidan bir boshqacha tuyuldi-da menga. Keyin aytib berdi, bugun seni uzatamiz, yig'lama qiz deb. Buni ana qilib haligi musiqalar bilan menga bir boshqacha ekanda, o'sha rosa chiroyli qo'shiq bor ekan Muhriddin dedi. Muhriddin kirib keldi-da. Uni bittasiga qilib berayotgan ekan. Eshitib ko'chirsin. Keyin u odati bor edi, yangi qo'shiq bo'lsa qo'ymasdi-da. Qani aytchi dedi. Ya aka u anaqa u falonchi akaniki o'sha menga buyurtma qilib she'r tashlab ketdi. Shunga men bastalar shunga tayyorlayapman. Dedi, "Xo'p, eshitib ko'raylik, hech bo'lmasa" dedi. Eshitib ko'rgandan keyin g'alati ashula ekanmi dedi. Men aytaman. Dedi, "Ya, aka unaqa men qizimiz-ku, birovning narsa. Xo'p, o'zim og'aynim-ku" dedi. Konsertda bir marta aytaman bo'ldi, boshqa aytmayman. Dedi, endi u ham bari uka-yu. Nima deyoladi? Mayli, yo'q-yo'q, shuni tayyorladik. Shu darajada bir pasda odamning qulog'iga borganiga men qoyil qoldimki, bir nima deydi, bir haligi so'zning kuchini ham qarang, o'shanga hali munosib tushgan musiqani ham qarang, bir chiroyli go'zal qo'shiq bo'lganda. Bugun seni uzatamiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz. Muhriddin Xoliqov ezgu niyat orzulariga qanot bo'lishini yaxshi bilardi va bu yo'ldagi ildamligini qo'ymasdi. Shuning uchunmikin qisqa vaqt ichida eng ulkan orzusiga erishdi. Ustoz Hofiz Sherali Jo'rayevning
mehrini qozondi. Sherali akamga ko'rsatdim. Akamni do'stimiz. Namchi kichkina bu Muxordan bir chekka ketdi. Kichkina bo'lsa ham o'ziga yarasha dardi bor ekan, eshitib ko'raylik dedim. Biz uyda bo'layotgan ishmi? Bu uyda o'sha qo'shiqlarni aytib ber dedim. O'zim doira chalib berdim, torda aytdi. Sheraka ashla tugagandan keyin haqqan odam zo'r ekan. Ozgina xayol surib qoldim. Jim bo'lib qoldilar, mata dunyo bola yoqibdi. O'yga tolib qoldi Sherali aka. Ana o'sha kundan keyin bu bola bu yonimizda yuraversin deb Sherali akaga haydovchi bo'lib qolgan. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi. Sherali aka bir to'yxonaga kiradigan bo'lsak, oldin Muhriddinga gal beradigan bo'lib qoldim. Oyning 15 qorong'i, ikkinchisi o'ylama asla qora ko'zim etib, undan quvvat olardim. Deyotganimni tugatishiga boshqa odam bilan gaplashib o'zlari boshlab olardilar. Fikrim o'zgarmasin deb. O'sha kuch, o'sha g'ayratni. Muhriddin Xoliqov chetdan qaraganda juda dimog'dor, mahobatli insonga o'xshardi. Aslida esa Ko'pchilikga uning dimog'dor deyishardi, xuddi men o'sha birinchi ko'rganda balandparvoz, lekin u bilan gaplashgan odam, uni ko'ngli ochuvligi, xushchaqchaqligi, hazilkashligi, qo'li ochuvligi, yetimparvarligi Muhriddinga juda katta edi. Bir joyda mana xizmatda o'tirdik, kalavatga chiqdik, ashula boshlash kerak. Chiq dedi, hozir chiqaman, sal o'tirib tururlaringiz dedi. O'sha yerda xonadonda bo'lyapti to'y. Haligi bo'z tortilib qo'yilgan ekan, bo'z orqasida samovar, o'chavash o'shatdi ekan. Haligi samovar yoqayotgan akamiz Muhriddin endi haligi bunaqa kostyum-shimlarda bormasdi to'ylarga o'sha. Zamonaviy o'sha paytda o'zi zamonaviy sizib haligi Jozef Ko'ynay jinsi shimlarda yurardi. Tomoshaga o'tirgan bola bo'lsa kerak deb o'ylab, samovarchi akamiz ham "San bola bu yoqqa kel" deb Muhriddinni olib ketib, samovarga ko'mirmada, o'tinmada tashtirib, Muhriddin odamga "Yo'q, men san'atkorman, ashulachiman" ham demasdan, haligi odamga yordam berib, hal kelib qoldilar, hamma yoqlari qop-qora. Shu buni eslash kulish. Ko'mir tashib yursa, amaki iltimos qilib qoldilar, ko'mir tashib. Bo'pti, yuz qo'llarini yuvib kalavatga chiqib ikkita ashla yetuvdilar, haligi samovarchi amaki ko'rib qoldilar. "Nima kelayap, bolam, sen xonanda ashlashimiding? Men seni bilmayman, senga ko'mir tashtirib yuribman, ukam." O'sha narsani hozir ancha Shohib akam bilan, Alisher akam bilan ko'rishib qolsak eslashamiz. Muhriddinni eng oliy fazilatlaridan biri u chinakam mehmondo'st edi. Bir kun yo'qki, uyda odam bo'lmasa. Masalan, 12 mi, 1 mi tunda xayrlashadigan bo'lsak, darrov Bahrom aka deb chaqirib oladi. Nega? Bitta narsa chiqib qoldi, mana shuni eshitib ko'ray. Hay, Muhriddin, ertaga eshitaylik shuni desam, "Yo'q, chaqirayotganimsa uyda hech kim qolmadi hozir, bolalar, mehmonlar ketib bo'ldi. Uyqum kelmayapti" deb. Mana shu hazilkash odatlari bor. Juda qo'l ochiq, bir kam ta'minlangan shunaqa oilalar boshqa bo'lsa juda yordam qo'lini ayamasdilar. Bir kuni menga telefon qilyaptilar, kechki payt. Kech kuz yomg'ir yog'ib turibdi. Qayerdan tadbirdan kelishayotgan ekan, shu G'azalkent tomondan, Bo'stonliq tomondan. Keyin shu Chirchuvda ko'rishdik yo'lda. Keyin ketdi, biz birga dala hovliga borib shu yerda o'tiramiz. Mana sostav deb mana anaqa yurgin deyaptilar-da. Meni ishim bor endi, aytayotganim nima ishim bor, aytayotganim yo'q. Muxor aka, men bora olmayman, 2 soatdan keyin boraman deyapman. Nima ishing bor? Mendan bekitadigan nima ishing bor deb qo'ymadilar oxiri. Oxiri yetishga majbur bo'ldim. Bir qo'limda ishlaygan bir kam ta'minlangan yigit o'ylantirib o'tdik. Bu ham bir to'yxona emas, bir maktabdan stalovoyda bir 100-150 kishiga to'y qilib, endi yetishga yo'lyotgandim Muxor akamdan. "Iye" dedi, "Sostav qani haydab orqamizdan, meni mashina o'zi yo'lda ko'rsang, meni mashinamga o'tirib olardilar." Hayda dedi, ketidan ketdik to'yxonaga, yana shu to'y bo'layotgan joyga, shu maktabga. Bir domlarning orasidan yomg'ir quyayotdi.
kirib bordik to'yxonaga. To'yxonadagida hayron. Muhriddin Xoliqov kelgan, kelin bilan kuyov hayron ular. Keyin kirib 5-6 ta shularni etdilar. O'yin kulgi bo'ri. Yana shularni tugatib, kelin kuyov oldiga borib, tabriklab, yana qo'llaridan shu pul berganini ham ko'rdim o'sha yerda ularga. Yosh kelin kuyovlarga. Haligacha mana gapirishadi shular ham. Muhriddin Xoliqov umri davomida hech ham kamtarlikni begona qilmadi. O'ziga qadrdon bilgan ana shu bebaho fazilatni ustozlardan olganligini ko'p bora ta'kidlar edi. Bu mana masalan bizning xonadonimizga mashhur xonandalar juda ko'p kelgan. Masalan mana Halima Nosirova, Kamoliddin Ahimov, masalan Ziyoddin aka juda yaxshi g'ijjachi bo'lgan o'zini davrida. Qolaversa mana yozuvchilardan Komil Yashin, bular ko'pchilik uyimiz, xonadonimiz juda gavjum edi. Shu mashhur odamlar ko'p kelardi. Bularni o'zini tutishidan, o'zini bir gaplashishidan, muomalasidan men ko'p narsani o'rganardim. Men yosh bola edim o'sha paytda, lekin masalan bizga ham bir gapirsa, bir qanaqadir shirin muomalada gap savollarimiz berardik, shirin muomalada javob berishardi. Men shulardan saboq olardimki, demak, xalq bilan ishlaydigan odam qanchalik kamtar bo'lsa, shunchalik obro'si, shu martabasi Shunchalik ulug' bo'ladi. Ulug' bo'lsa kerak deb. Muhriddin Xoliqovning har bir qo'shig'i mashaqqatli mehnatning hosilasi edi. Ularning hech biri shunchaki tasodif emas. Shu bois qo'shiqlarda ko'ngil bilan uyg'un tuyg'ular juda ko'p. Bo'sh paytlarimizda Muhriddin akam bilan birgalikda yangi qo'shiqlar tayyorlardik. Bir kun shunaqa holat bo'lib qoldi. O'sha yangi musiqa borda, shunga birgalikda qo'shiq tayyorlaylik, kitoblarni olib kelgin dedilar. Olib keldim. O'shaning ichida varaqlar bor ekan, varaqlarning ichida shu she'rlar bor ekan. Baxting bo'lish boshingda, oy uxlaydi qoshingda, osmonlarda yurgan qiz, osmonlarda yurgan qiz degan O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning she'ri edi. Shuni ko'rsatdilar. Keyin o'sha musiqaga shu qo'shig'i men sekin solishni boshladim. Muhriddin akamga men aytdimki, Muhriddin aka ozgina yetmayapti, shu joyiga bir naqorat qo'yish kerak deb aytdim. Muhriddin akamga shu paytda bir Nargiz degan qiz telefon qildida, Muhriddin aka shunaqa to'y masalasida gaplashdida, aytdilarki, shunaqa Nargiz degan shunaqa qizga ham bir qo'shiq tayyorlasak bo'lmaydimi dedilar. Keyin men o'ylab turib, baxting bo'lish boshingda, oy uxlaydi qoshingda, osmonlarda yurgan qiz, osmonlarda yurgan qiz, o'shal sen bu Nargiz deb men qo'shimcha qo'ydim. Muhriddin aka bo'ladimi desam, bo'ladi dedilar. Zo'r chiroyli chiqdi. Men faqat buni Muhammad Yusufdan roziligini olishim kerak dedilar. Keyin Muhammad akaga telefon qildilar. Muhammad akaga telefon qilib so'radilar. Muhammad aka rozilik berdilar shekilli. Shu bilan o'shal sen bu Nargiz degan qo'shiq tayyor bo'ldi. Baxting bo'lish boshingda, oy uxlaydi qoshingda, osmonlarda yurgan qiz, 18 ga kirgan qiz, 18 ga kirgan qiz, o'shal senmi Nargiz, o'shal senmi Nargiz. Bir kun shoir Muhammad Yusuf chaqiryapti, shu birgalikda borib kelamiz Abdulla dedilar. Birgalikda ketdik, bordik. Keyin Muhriddin akam tushdilarda Muhammad Yusuf bilan gaplashdilar. Men mashinada o'tirib turdim. Keyin Muhammad aka bitta yangi she'r berdi, o'qib turib. Keyin Muhammad aka aytdilarki, orqasini ham o'qi dedilar. Shu orqasini ham o'qib turib kulvordilar-da. Keyin Abdulla bu yoqqa dedilar. Keyin borsam, keyin o'qi she'r dedilar. She'rni o'qisam, Muhammad akamdan so'rashdim. Keyin she'r berishdi, she'rni o'qidim. Chiroyli chiqibdimi dedilar, chiroyli chiqibdi dedim. Endi orqasini o'qi dedilar. Orqasini o'qisam, Abdulla bo'lsang o'zingga she'rlarimni o'zgartirma deb yozib qo'yibdilar. Muhriddin akamni qo'shiqlaridan men o'zim ham ijro etib turaman. Lekin qo'shiqlarning ichida bitta qo'shiq bor. Man degan shogirdlar ham ijro eta olmagan shu paytgacha. Eng murakkab qo'shiqlardan bittasi Keldimu degan qo'shiqlari bor. Ana o'sha qo'shiqlarni buncha san'atkor ayta olmaydi. Juda murakkab qo'shiq. Menga juda ham yoqadi. Bir umr shu qo'shiqni aytsam deb orzu qilib kelaman, lekin o'zim xuroya qilsam o'xshamaydi hech. Senmisan
yo bog'ima sarvirabonim keldimu yo malak odam sifat bo'lgan zamanim keldimu. Parizodim qo'shig'ini deyarli Shamsiddin Xolmurodov bilan ikkalamiz bastalaganmiz o'sha qo'shiqni. Muhriddin Xoliqovning demak konsertlari arafasida edi. Menga ham aytdilarki, "San ham bir ikkita qo'shiq topgin o'zingga yangi qo'shiq konsertda ijro qilasan" dedilar. Shu bilan o'sha kundan boshlab men uxlamadimda kirishib, u kishini yaxshi bastakor sozandalari bor, Shamsiddin Xolmurodov. Shularga iltimos qilib, ularni repetitsiyadan vaqtliroq chaqirib yoki repetitsiyadan keyin u kishini olib qolib birga ijod qilaylik deb, men bir qancha endi u kishining uylarida she'rlar, juda ko'p shoirlar she'rlarini berib yuborishardi, yig'ilib qolardi. 100lab, 200lab she'rlar yig'ilardi. Shular ichidan saralab o'sha Shuhrat Dehqonni o'sha Parizodim degan o'sha she'rini kuy bastaladikda, juda ham chiroyli, yaxshi qo'shiq bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Biz bir haftada men Shamsiddin yana bilan 2, 3, 4 ta qo'shiq, yangi qo'shiqlar bastaladik. Va shulardan keyin o'sha 2, 3 tasini konsertda o'zlari ijro qilganlar. Menga juda ham yoqdi mana shu qo'shiqlarni, men aytaman dedilar. Biz muhokama qilmadik, xo'p bo'ladi deb sharaf bilan u kishiga qo'shiqlarni berdik, taqdim qildik. Güzel malagim, oppoq tilagim, o'zing keragim, Parizod, Parizod. Güzel malagim, oppoq tilagim, o'zing keragim, Parizod, Parizod. Yillar o'tib, Muhriddin Xoliqovning o'zi ustoz darajasiga yetdi. Uning uyi go'yoki yoshlar ijodxonasiga o'xshardi. San'atkorga shogird bo'lib kelgan birorta yosh xonanda o'sha xonadondan norizo bo'lib ketmagan. Muhriddin akam bilan ishlash juda ham bir zavqli bo'lgan. Muhriddin akani tarbiyalari har bir san'at ahli uchun, har bir san'atkor uchun, xonanda uchun juda bir katta bir kuchli maktab desam mubolag'asiz bo'ladi. Hamda meni o'zim shu birinchi Muhriddin akamga aloqaga chiqqan yillarim yosh bo'lganman, maktabda o'qiydigan paytim. Shu to'yda ko'rib qolganman Muhriddin akamlarni. Qaysi qo'shiqlarimni bilasan deganlarda, men shu ey go'zalni bilaman. Sen qani aytib ber deganlar. O'shanda ey go'zal so'zlaring asal, sensiz menga o'lim afzal. Shuni aytib berganimdan keyin yuraklariga, ko'ngillariga yoqqanman-da. Sen meni yuragimdan joy olding. Bo'ldi, bugundan boshlab meni shogirdimsan deb uylarida oq fotiha berganlar. Muhriddin akamni shunaqa odatlari bor edi. Bir shogird yonlariga kelsa, hech qachon yo'q demaganlar. Masalan, javob berganda ham ko'nglini ko'tarib, Xudo xolasa sen ham buyuk inson bo'lasan, buyuk san'atkor bo'lasan deb ko'nglini ko'tarardilar. Birinchi konsertim berganman. Meni tushun azizam konsertimni rejissyor ham maslahat berdi. Xuddi bironta bir ustoz san'atkor taklif qilsang bo'lmaydimi konsertga deb qoldilar. Men aytdimki, unda ustoz Muhriddin akam aytsam, tishing o'tamikan dedilar. Yonlarida yurganman, ustoz bo'ladi. Aytsam biroz keladilar. Mayli aytib ko'r dedilar. Keyin Muhriddin akamni oldilariga bordim. Borib Muhriddin akam, mana shunaqa konsert beryapman. Shunga siz ham kelib bersangiz. Desam, konsert beryapsanmi dedilar. Yasha dedilar. Bo'ldi, boraman dedilar. Mana e'lon qilavergin dedilar. E'lon qilaveraymi? Ha. Keyin kelmay qolmaysizmi? Ukam, men bitta gapiraman, bilasan. Bo'ldi dedimda, rejissyorga aytdim, shunaqa qilib Anvar Sanayev konserti meni uchun azizam nomli birinchi marta konsert beradi. Konsert mehmoni Muhriddin Xoliqov deb televideniyada ham reklama ketdi, afishalarda ham ketdi. Repetitsiyalarda tayyor bo'lib, konsert boshlanishidan 1 soat oldin rejissyor so'radi. Muhriddin nechaga keladi? Men aytdim, bilmadim dedim. Keyin konsertdan oldin 1-2 marta yana suhbatlashganmiz, telefonlashganmiz.
telefon qilgin dedilar. Telefon qilsam telefonlari o'chik. Aytdim telefonlari o'chik desam, kelmay qolmaydimi yana dedilar. Men aytdimki, yo'q, Muhrid akam bitta gapiradi. Ha, bo'pti dedilar. Konsertga 10 minut qolganda rejissyor kelib, qani o'qir dedilar. Konsert boshlaydi, keladilar. Telefon qildi. Telefon qolmadi. Yana telefon o'chik. Shunaqa qilib konsert boshladik. Konsert yarimigacha keldim. Yarimiga keldim. Rejissyor yana kelib telefon qildilar. Telefon qilsam yana telefon o'chik. Keyinda menimcha kelmaydi shekilli dedilar. Yo'q, keladilar. Muhrid akam bitta gapiradilar. Konsertga chiqdim. Ikkinchi qismini ham tugatib bo'ldik. Konsert tugadi. Endi shunaqa alam qilishni boshladi. Xursand bo'lish o'rniga menda alam qoldi. Meni aldadilar Muhrid aka. Keyin bir 3 kunlar o'tgandan keyin telefonim jiringladi. Qarasam Muhrid aka hali 60 nomerlar bo'lar, 63 midi, shunaqa 0060 midi, shunaqa nomerlar bo'lardi. Muhrid akam chiqdi. Endi kayfiyat yo'q. Assalomu alaykum. Muhrid aka, yaxshimisiz? Ustoz desam, ha, xafa bo'lib yuribsanmi? Yo'q, xafa emasman. Endi Muhrid aka va'da berdingiz, kelmadingiz, yaxshi ish bo'lmadi desam, bo'pti. Uyga kelgan kechki paytga dedilar, "Ya, kechki payt xizmatim bor. Xizmating qayerda?" dedilar. Men aytdimki, Chirchiqda dedim. Tak, Chirchiqda bo'lsa, to'y soat 12 da tugaydi. Nazarbekka yetib kelishingga soat 1 gacha qolasan, 1 bo'ladi. 1:00 da uyda bo'lgin dedilar. Kech qolsang qara dedilar. Bergan ekanlar deb keyin tushundim. Men bunaqa o'zini oilasidan joy berib, o'zini uyidan joy berib, shogirdlarni tayyorlagan, yetishtirgan ustozni juda ham kam ko'rganman bunaqa ustozlarni. Muhriddin Xoliqov shu darajada bag'ri keng inson bo'lganlarki, o'sha bir davrda 3 ta 4 ta shogird shu uylarda yashardik. U kishining uylarida biz yashardik o'sha yerda. Mana Xudoga shukrki, hozirgi kunda meni ham shogirdlarim juda ham ko'p va o'sha yosh iste'dodlarga yordam qo'lini cho'zish, ularga ko'makchi bo'lish, ularga yelka tutish degan narsani biz ustozdan o'rgandik. Chunki u kishini men o'zim shaxsan guvohi bo'lganmanki, o'sha shaxsan meni o'zimga bir topshiriq berganlarki, xo'ja guruhini bir ko'rib qolganlar televizorda. O'sha paytda xo'ja guruhi degan endigina shu Izzat Ibrohimovlar endigina bir birinchi qadamlarni qo'yib nima qilgan ekan. Shularni telefon raqamini top berasan deganlar, men 2-3 kunda topganman ularning telefon raqamlarini. Nima qilar ekanlar desam, o'sha ularning televizorda chiqishlarini ko'rib, shunchaki tabriklash uchun o'sha yosh hali endi 17-18 yosh yigitlar birinchi marta televizorga chiqqan, televizordan ko'rib shularni topib, keyin qo'ng'iroq qilib
ularga omad tilab, man Muhriddin Xoliqov, man sizlarning ijodinglarni ko'rdim, televizorda ko'rdim, juda yaxshi. Nima yordam kerak bo'lsa men yordam beraman. Qanaqa yordam kerak bo'lsa menga murojaat qilinglar. Ijoddan to'xtamanglar, bo'shashmanglar deb qo'llab-quvvatlaganliklarini bunaqa holatlar juda ko'plab guvohi bo'lganmiz. Umuman qaysi davraga kirsalar, o'sha yerda yosh ijodkorlar bo'lsa, ularni albatta kerak bo'lsa vaqt ajratib qo'shiq ayttirib, bir munosabat bildirib, ularni bir qo'llab-quvvatlab, ma'naviy qo'llab-quvvatlab, yaxshi gaplar gapirib, kelajakka bo'lgan ishonchlarini yanada mustahkamlab, ularni faqat shu erinmasdan mehnat qilishlarini, ijod qilishlarini uqtirib, tushuntirib, o'gitlarini berib, umuman aytmoqchi bo'lganimki, o'sha bir tom ma'nodagi ustoz edi u inson. Har bir o'zlaridan keyin kelayotgan har bir yoshlarga befarq bo'lmagan va ularni kelajagi uchun qaysidir ma'noda o'zlarining tajribalarini bo'lisha oladigan bag'ri keng ustoz deb ayta olaman. Hech bir shogirdi yoki sozandasidan mehru muruvvatini dariq tutmasdi. Kezi kelganda ularga qattiqqo'l ustoz lozim bo'lganda esa mehribon va g'amxo'r inson edi. Juda talabchan inson bo'lganlar. Haqiqatda bu bir jihatdan biz uchun mana endi mana biz keyinchalik tushundikki, bu biz uchun juda ham foydali, biz uchun juda ham unumli bo'lganligini tushunib yetdik. Haqiqatda juda ko'p shogirdlar kelardi, mana shu u kishini qattiqqo'l talabchanliklariga dosh bera olmasdi, yana qaytib ketishardi. Men shaxsan mana shu 5 yil mobaynida ham o'nlab shogirdlar kelib, ozgina yurib, shu qiyinchiliklarga, u kishining qattiqqo'lliklariga, talabchanliklariga sabr qila olmasdan qaytib ketganlari ham juda ko'p bo'ldi. Lekin bilmadim, men shaxsan u kishini e'tiqod qilib yaxshi ko'rganim uchun, haqiqiy ma'noda bir ota mavqeida ko'rganligim uchun va bu insonni roziligisiz meni kelajagim yo'q deb tasavvur qilganligim uchunmi shu har qanaqa qiyinchiliklarga sabr qilib duolarini olish baxtiga muyassar bo'ldim. Birinchi shu sahnaga chiqishimda ham Muhriddin akam shu Husniddin akamga yetib, Husniddin shu Abdullani ko'taramiz, Abdullani olib chiqamiz xalq oldiga deb 1991-yili estrada qo'shiqchilik ko'rik-tanlovi bo'lgan. Botir Zokirov nomi bilan atalgan estrada qo'shiqchilik ko'rik-tanlovida meni shu birinchi katta sahnaga chiqishimda Muhriddin akam beqiyos xizmatlari bor. Shu arabcha tangoni menga o'zlari o'rgattirib, mana shu 2 oy sidqi dildan tayyorlanib bo'lganimdan keyin Muhriddin akam o'zlari eshitib, yaxshi bo'lgandan keyin o'zlari yaxshi baho berganlardan keyin shu qo'shiq magnit tasmalariga tushirilgan. Bir odamni agar yoqtirib qolsalar, ayniqsa xonandalarni bitta yaxshi qo'shiq eshitib qolsalar, shu qo'shiqchini albatta toptirardilar. Yoki menga aytardilar, yoki boshqa sozandalarga palonchi bitta qo'shiq aytibdi, shu xonandani shu hofiz bolani toplaring. Men o'zim unga bitta ideyalarim bor, g'oyalarim bor, shularni aytaman deb Muhriddin akam shunaqa tirishqoq inson edilarki, o'zlari shu bir insonga yaxshilik qilgilari kelaverardi. Qo'llaridan kelgancha shu san'atkorlarni qo'llab-quvvatlagilari kelardi. Xizmatimiz bo'ladimi, bo'lmaydimi, har kuni soat 2dan repetitsiyada bo'lardik. Bu payt endi jonli ijro qilinardi. Husniddin aka bu repetitsiyalarni boshqarardi. Keyin masalan biron bir yangi qo'shiqni Husniddin aka aranjirovka qilib, Muhri akamga yozdirgan bo'lsalar, yangi qo'shiq bo'lsa hammaga eshittirardilar-da, hammaga bittadan kaseta yozib kelardilar. Husniddin aka har bitta muzikantga bittadan berardilar-da. O'zing partiyangni ertaga yodlab kelganda menga chalib berasan dedilar. O'shanaqa bo'lardi repetitsiyalar. Muhriddin Xoliqov o'zlarini demak shu ovozlarini men shu darajada o'xshatardimki,
haqiqatda uni mani o'zimni ko'rmagan odam Muhriddin Xoliqov kuylayapti deb o'ylashi mumkin. Kunlardan bir kun mana shu ishdan man mast bo'lib, ya'ni Muhriddin Xoliqovga birga bir o'xshatib ijro qilishimdan mast bo'lib yurgan paytlarimda shu bir chaqirib qattiq menga tanbeh berdilar. Sen bundan maqtandim shekilli-da, endi men hech qaysi shogirdlaringiz menga manchalik sizga yaqin ana qila olmaydi. Mana bu juda katta yutug'im desam, yo'q, bu senga kerak bo'lsa bu yo'lingga g'ov bo'ladi ertaga bu narsa o'zingni noming chiqishi yoki umuman o'zingni hayotda o'zingni san'atkor sifatida o'rningni topishingga to'siq bo'ladigan narsa mana shu. Sen bugun faxrlanayotgan narsa aslida seni ziyoningga ishlaydi ertaga. Sen o'zingni nomingni, o'zingni bir rangingni, o'zingni shaklingni topishing kerak. San'atda o'zingni yo'lingni topishing kerak. deb o'zlarini hayotlaridan bir misol keltirdilar. U kishi ham Sherali Jo'rayevga juda ham havas qilib, taqlid qilib, yillar mobaynida shu nima qilib yurgan ekanlar. Shu qariyb 30 yoshda Muhriddin Xoliqov bo'lib xalqqa tanilganlar. Shuning uchun seni ham ertaga xuddi shu taqdir kutyapti. Agar hozirdan boshlab o'zingni yig'ishtirib, o'zingni shu ozodbek bo'laman degan maqsadni oldinga qo'ymas ekansan, bu ishlaring faxrlanadigan ishlar emas. Bu bilan Muhriddin Xoliqov soyasida qolib ketasan degan gaplarni gapirganlari haqiqatda men uchun ham katta bir burilish bo'lgan, shaxsan men o'zim uchun ham. Va alohida yana sekin ijod qila, shu kunlardan boshlab alohida o'zim ijod qila boshlagan. Muhriddin Xoliqov bilan shoir Muhammad Yusuf o'rtasida juda go'zal hamkorlik bo'lgan. Hatto ijod davomida buyurtma she'rlar ham tug'ilgan. Tayyor musiqaga she'r yozishni xush ko'rmaydigan Muhammad Yusuf negadir Muhriddin akaning dilbar musiqalariga satrlarni bag'ishlab yuborardi. Muhammad akaga uylarga borardik. Mana shunaqa tema, mana shunaqa tema, mana shuni qo'shiq qilgim kelyapti deb birga borardik-da, keyin mayli deb muhlat beringlar menga deb shu o'tirib o'sha haligi voqealarni eslab boshqa qilib chiroyli qo'shiqlar yozib berardi. Bunga bitta misol Muhriddin bilan Muhammad akam tez Muhriddin shunaqa odati bor edi. Hali erkatoy haligi tanitdi-da. Nima qilib o'tiribsiz? Bo'ldi, ana ochiq havoda bir go'zal manzaralarda ham ijod bo'ladi, o'sha yerda bir zo'r ilhom keladi. Yuring aka deb mashinasiga o'tirg'izib olib ketardi darra tomonlarga qarab. Ana shunday sayru sayohatlarning birida Muhriddin Xoliqov o'zgacha g'oya bilan Muhammad Yusufga ilhom bergan va Qizg'aldog'im qo'shig'i paydo bo'lgan. Biz ikkalamiz bitta qo'shiq qilganmiz, Qizg'aldog'im degan qo'shiq. O'sha birinchi ishimiz bo'lgan ekan, birinchi ijodiy hamkorligimiz. Shunda o'sha she'rning tug'ilishiga Muhriddinning o'zi sababchi bo'lgan. O'sha biz birgalashib Adirda yurganimizda Qizg'aldog'larda menga Muhammad akam bu qalati gul bu Qizg'aldoq, sal tekshingiz to'kilib ketadi. Shuni qo'shiq qilsa bo'lmaydimi degan. Undan keyin oradan bir necha yil o'tib ketdi. Men esimdan ham chiqib ketgan paytda bu Qizg'aldoq haqida she'r yozayotganimda shu Muhriddin esimga keldi gaplari. Keyin o'sha peshonangdan o'pay desam, peshonang yo'q degan satrni o'sha xonandani o'zini gapini qo'shganman. Muhriddin Xoliqov juda qisqa umr ko'rdi. Biroq ana shu davr ichida ko'pdan ko'p xayrli ishlarni qilishga ulgurdi. Oxirgi paytlarda ham mana shu dunyodan o'tishlaridan oldin ham har kuni birga bo'lsak, endi nima deydi, noto'g'ri bo'lmasa kerak. Bir necha soat oldin ham birga o'tirganmiz. Azim aka Mullaxonov, Muhor akam uchovimiz o'tirdik. Qanaqadir boshqacha, xushchaqcha, boshqacha odam bo'lib, g'alati bo'lib boshqa qo'yamdilar. Hech nuqul ko'rishsak, o'tirsak, qo'limizni ko'tarib bo'pti, Muhor aka ketdi deb yo'rardik ana qilib. O'sha kuni qanaqadir qo'yib yubormaydi hech meni. Keyin oxiri
endi kech bo'ldi. Sizlar endi tirikchilik kechqurun, meni kunduz men yotishim kerak edi, hazlashdim. Keyin shunda anaqa qilganimda quchoqlashib xayrlashdikda. Mashinaga qarab tomon yurdim, shunda tirsagimdan ushlab, "O'rtoq, hushyor bo'l" dedi. Shu oxir ko'rganim bo'ldi. Ertasi kuni 11 da telefon qildilar yana. 12:30da, 3:30. Keyin oxiri 5 minut oldin telefonda gaplashdim. Keyin mana bunaqa voqealar bo'lib ketdi. San'atkorlar orasida bir keldi-yu, bir ketdi deganlardan bittasi bu. Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatdan bo'lsin. Oila a'zolar, farzandlariga Alloh yor bo'lsin. Qaniydi hamma san'atkorlar Muhriddin akamga o'xshagan tanti, mard, qo'li ochiq, mehmondo'st bo'lganda edi. Hammamiz uyga borib Muhriddin qo'shiqlarini boshqatdan bir o'tirib tinglab ko'raylik. Mana bundagi musiqiy o'lchovga so'zlarni yotqizish, ana shu so'zlarga mos kuyni topish buncha san'atkorning qo'lidan kelmaydi. U yerda hech qachon bo'sh qolgan takt yo'q. U taktga milliy koloritda, o'zbek milliy koloritda biror bir detal qo'shib ketiladi. Biror fazlaga biror bir narsa qo'shib ketadiki, bu tomoshabinni yana ham o'ziga tortadi. Yar eshigim ochilmadi men uchun. Mashoyixlar aytgandek, ortga qadam tashladik va sog'inchning to'lqinida dilimiz mavjlandi. Bunday ajib halovat ichida bo'lmoqlik imkonini bizga hadya etib ketgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov edi. Hofizning umri dilkusho taronalarida mangu yashaydi.